Elektromobilingiz to'xtagandan so'ng yoki jazirama issiqda uni darrov quvvatlantirmang. U biroz sovisin. Avtomobilni quvvatlantirishdan oldin unga 20-30 daqiqa vaqt bering. Imkoni bo'lsa soyada tursin. Bu batareya qizib ketishini oldini oladi va uning umrini uzaytiradi. Eslab qoling, soya batareya va salon uchun juda qulay. 3-layfhak. Salonning qizib ketishini kutmang. Mashinani oldindan smartfon orqali soviting. Konditsionerni 22-25 gradus haroratga o'rnatsangiz yaxshi. Bu qulay haroratni ta'minlaydi va batareyani ortiqcha qizib ketishiga yo'l qo'ymaydi. 4-layfhak. Mashinadan tushayotganingizda salonda nimalar qoldirayotganingizni tekshiring. Salonda aerozol va zajigalkani qoldirmang. Va 5-layfhak. Issiq kunlarda texnika va avtomashinangizni tez-tez ko'rikdan o'tkazib turing. Biror narsa shubhali tuyulsa, darrov servis markaziga murojaat qiling. Elektromobilingizni qizib ketishdan asrang. Ushbu layfhaklardan foydalaning va yo'lning har bir kilometridan zavqlaning.